Hammaga salom, bu haftalik daqiqa. Oltin kuz agrotasviriy va amaliy san'at festivali doirasida Toshkent viloyati Parkent tumanida Toshkent davlat agrar universitetining iqtidorli talaba yoshlari va rassomlar ishtirokida ijodiy plener tashkil etildi. Qozog'iston, Rossiya va O'zbekistonning taniqli rassomlari hamda Toshkent davlat agrar universiteti yoshlar ittifoqiga a'zo iqtidorli 20 nafar faol talabalar tabiat qo'ynida ijod qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Toshkent davlat agrar universitetida xavfsiz qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlashda xalqaro standartlar va biotexnologiyaning o'rni mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Toshkent davlat agrar universitetiga Pekin biznes va texnologiyalar universiteti prezidenti professor Guo Jianhua boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Uchrashuv davomida tomonlar o'rtasida ta'limga doir hamkorlik istiqbollari keng qamrovda muhokama qilindi. Jumladan oziq-ovqat texnologiyasi, iqtisod, matematika, sun'iy intellekt, ijtimoiy soha bo'yicha qo'shma ta'lim va biznes yo'nalishlarida qo'shma ilmiy izlanishlarni yo'lga qo'yish, ikki oliygoh professor o'qituvchilari va talabalar uchun almashuv dasturlarini tashkil etish, zamonaviy kadrlar tayyorlashga qaratilgan qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish, innovatsion ilmiy ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shma laboratoriya tashkil etish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Toshkent davlat agrar universiteti va Sichuan qishloq xo'jaligi universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Toshkent davlat agrar universitetida Xitoyning yetakchi oliy ta'lim muassasalari vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Dastlab mehmonlarga universitet iqtidorli talabalari ijodidan namunalar taqdim etildi. Art galereya ko'rgazmasida namoyish etilgan san'at asarlari mehmonlarda katta taassurot qoldirib, ular yosh ijodkorlarning iste'dodiga yuksak baho berdilar. Oltin kuz xalqaro agrotasviriy va amaliy san'at festivalining yopilish marosimi bo'lib o'tdi. Festivalda Toshkent davlat agrar universiteti professor o'qituvchilari, rassomlar, turizmni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti, BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti vakillari, O'zbekiston badiiy akademiyasi, qishloq xo'jaligi vazirligi mutaxassislari hamda talabalar faol ishtirok etishdi. Universitetning 95 yillik yubileyiga bag'ishlab 120 dan ortiq san'at asarlari taqdim etildi. Tadbirni Toshkent davlat agrar universiteti rektori Narzullo Oblomuradov ochib berdi. Shundan so'ng rektor hamda tashrif buyurgan mehmonlar galereyada namoyish etilgan noyob asarlar bilan tanishib, ularga yuqori baho berdilar. Universitetimizda o'tgan bir hafta ana shunday yakunlandi. Voqealar rivojidan doimiy xabardor bo'lish uchun universitetning rasmiy sahifalariga obuna bo'ling.